Kamionat bozor joylashgan Fargiz parda do'koni bugun sizlar bilan narxlarini hamma yoqni ko'rib tanishib chiqamiz. Xudo xolasa do'konning manzili Zaparak tomonidan kirganlarida o'ng qo'lda shundoqqina Fargiz do'koni joylashgan. Hozir sizlarga narxlarini, sifatini ko'rsatib beramiz. Bu parda do'koni eng arzon parda do'koni deyapti. Ko'rib tanishib chiqishlar mumkin bo'ladi. Hasanbek aka, hormang. Keling, yovdan tushunsiz. Alaykum assalom, Tanjoy inson tajribasiga. Obunachilarimizga parda haqida ma'lumot bersangiz, narxlarni ko'rsatib bersangiz aka. Bo'ldi. Sizlarga bir boshdan bo'lsam tushuntirib o'taman. Birinchi arzonchisidan boshlab yaxshisigacha xudo xolasa ko'rsatib beramiz. Bo'ldi. Kelaveringlar aka. Shu do'konlarimiz barda, anaqa qilmaysizlar. Bugun dushanba kamionat bozor damligi uchun to'g'rilangan. Bugun uborka kunimiz dushanba. Har dushanba uborka. Yangilik yana ochyapsizlar ekanda. Ha, xudo xolasa. Mana xo'p, tunlarimizni arzonchilardan boshlasak, tunlarimiz metri 22 ming so'mdan bo'ladi. 22 mingdan boshlanadi. Bu ham sifatli bo'ladi, lekin. Bular hammasi Turkiyaniki, sifati, yaxshi tunlarimiz bular 22 ming so'mdan. Endi bularning ham assortimenti bor. Misol deylik, mana 30 ming so'mligi bor, bu yerda 39 ming so'mligi bor, 37 ming so'mligi bor, bu yerda 40 ming so'mligi bor. Bularni mana misol deylik, teraskalarga mana yoppa so'rili, so'risiz va polni anaqalarga har xil rasvetkalari bor bular. Gullari chiroylilari bor ekan. Bular hozir aytgan narxingizdan o'tib beriladimi hozir aka? Bu faqat bizga ko'p chevar opalarimiz bilan kelgan mijozlar uchun o'tib beramiz. O'zi bizda narximiz o'zi korxona narxida, bozordan ko'ra narximiz o'zi arzon. Ustiga foyda qo'yilmasa. Ustiga foyda qo'yilmaydi. Korxona o'zi narx chiqarib bergan. Undan tashqari o'zi bizga kelgan mijozlar, chevarlarimizga bilan kelgan mijozlarimizga o'tib beramiz. Maxsus chegirma qilib beriladi. Shu video orqali kelsa ham chegirma qilib beriladi. Shu video orqali kelsa ham chegirma qilib beramiz. Endi partiyalarimizga o'tadigan bo'lsak, mana arzonchilardan boshlasak, bu Kadife degan matoyimiz. Xo'p, hozir bu matoyimiz o'zi bizda 18600 so'm qilib beryapmiz 1 metrini. 1 metr. Eni necha bo'ladi 1 metr? Eni 280 bo'ladi. Eni 280 ga 1 metrini 18600 so'm qilib beramiz. Ranglari ham har xili bor ekan. Xohlagan ranglarni, mana misol deylik, agar bo'lmasa zakazga qarab turib, xohlagan rangingizdan qilib beramiz. Misol kelib turib, bu rangidan kerak, yo mana bu rangidan kerak, yo bu rangidan desalaring, xohlagan ranglarni bo'lsa qilib beramiz. Assortimenti bor. Undan tashqari buni ikki xil varianti bor. Xo'p, buni glansiysi ham bor. Bu Kadife deganimiz matviy bo'ladi. Bu glansiy bo'ladi. Glansiysi 21500 so'm bo'ladi. 1 metri bo'ladi. Sifatiga qarab narx o'zgarib boradi. Narx o'zgarib boradi. Buni ham eni 280 bo'ladi. 280. Bir xil bo'ladi. O'sha 1 metr 280 ga 1 metri 21500 so'm bo'ladi. Kamionat bozoridagi eng katta parda do'konidan tushunarli. Bundan keyingi etapda turadigan materiallarimiz mana Chanel matosi. Hozir o'zi hamma joyda misol unaqa bo'layotgan. Mana xo'p, Chanel matoyimiz bo'ladi. Bular metri xo'p 47,5 ming so'm bo'ladi 1 metri. O'zi necha pulgacha sotiladi boshqa joylarda aka? Boshqa joylarda 55 ming narx aytib, 50 ming, 48 minggacha sotiladi. Bizda narx aytilmaydi, hammasi bir xil narx sotiladi. Bir xil narxda. Undan keyingi teras matoyimiz bor mana. Bularimiz 76 ming so'mdan 1 metri. Endi buni qulayligi bu 9 bo'ladi, ikki taraflamali bo'ladi. Ikki tarafni ishlasa ham bo'ladi. Orqasi ham, o'ng'isini ham ishlasa bo'laveradi. Eni 320 bo'ladi. Endi bunimiz Chanelimiz ham xuddi shunaqa 9 bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Endi buniki 3 metr 290 chiqadi. Endi u bilan buni farqi nimada deydigan bo'lsangiz, buni qalin yupqaligida farqi bo'ladi. Grammajida, qalin yupqaligida, keyin bo'yida farqi bo'ladi. O'shani hisobga lekin hamma yo'g'i bir xil bo'ladi. Bu 9 bo'ladi. Endi undan keyingi etapda partiyalarimiz, misol mana high-tech uslubda tikiladigan partiya Monster degan materialimiz bor. Bunimiz metri 120 ming so'm bo'ladi. 1 metri. Bu ham hozir sifatli ekan. Bu ham zo'r narsa. Endi buni ham ikki taraflamali qarang mana. 9 qarang. Ikkala tomondan ishlasa bo'laveradi. Bemalol ishlasa bo'laveradi. Parda do'kon hozir degani hammasini ko'rsatish ham o'zi afzal. Xo'p, mana Safiya matolarimiz bor, 74 ming so'mdan. Endi 320 3 metrlik bo'ladi. Safiya matolarimiz bor. Undan keyin Luka degan materialimiz bor mana. Hozir Jakarta degan materialimiz Turetskiga o'xshaydi. Bu ham metri 150 ming so'm bo'ladi. Endi Diamond degan materialimiz bor. Eng hadavoy narsa. Bu Diamond materialimizni xo'p 56 ming so'mdan boshlab 72 minggacha bor. Bularning ham rasvetkalari bor, misol 60 mingligi bor, 65 mingligi bor, 72 mingligi bor, 75 mingligi bor. Diamondlar turki mana obrazец qilib berganmiz bittasida mana ko'ringda tiktirib qo'yganmiz. Tikilganda ham hozir chiroyli chiqargan-da. Sifatini qanaqa chiqishini, qanaqa turishini bemalol ko'rsalar ham bo'ladi. Shu materiallardan obrazец qilib indirib qo'yganmiz mana shularni. Bemalol ko'rsalar, ichiga tuylar turganda uni chiroyli ko'rinmasa, kelganda bir xil mijozlarimiz bu qanaqa mato, qanaqa chiqishini bilmaydi. Shuning uchun shunaqa obrazец qilib qo'yganmiz. Butonni ham ko'zim tutib ko'paygan-a buton. Ba'zi fasollarimiz bor. Kelavering uka. Keyin yana bitta narsa ogohlantirib
ketaman. Detskiy pardalarimiz ham bor. Bu ko'pchilik keladida detskiy pardalar topolmayapmiz, o'qilolmayapmiz deganlarga bizda Vibra ko'p assortimenti. Ha, detskiy pardalar ham turi ko'p Bular ham ekanda. narxini sizga aytib ketaman, ukam. 1 metri 48.200 so'mdan 1 metri. Nihoyat arzon ekanda. Sifati zo'r, ha. Eng qizig'i materiali, misol yuvib tutadigan material. Qattiq pardasi bu aka? Bular o'zi Xitoy, lekin Turkiya bilan birga ishlaydigan varianti. Sifati yaxshi material mana. O'zi chevarlarimiz ko'rsa ham уже biladigan material. Lekin bu muammo, topisholmaydi, ko'pchilik bu qila olmaydi. Shuning uchun anaqa bizda buni keng assortimentlari bor. Mana har xil bemalol anaqa qilishlari mumkin mana. Bular ham ko'p ekanda, o'g'il bolalar uchun, qiz bolalar uchun. Ha, bu turi bor. Endi kelavering Ziyovuddin. Endi hozirgi bizda eng trendga ketayotgan setka matolarimiz bor uka. Setka matolar bu hozir eng mana shu misol 2025, 2026 rasa trendda bo'layotgan setka matoyimiz o'zini komplekti bilan uka. Buning boshqa rassetkalari ham. Keling uka, mana bu yerda ko'rsataman sizga. Xo'p, bunaqa assortiment menimcha Farg'onada yo'q bo'lsa kerak. Xo'p, qarang uka, mana buni assortimentimiz bor. Bu setkamiz bor ukam. Mana setkamiz bor ekan. Bularni 4 xil narx setkasi bor ekan mana. Hozir buni endi ilamiz, aytib turibdi. Mana setkamizni ham ko'rsatib bering, rulonlari bor. Hali misol bir xil keladi-da, bu abrazesi, u bu yo'q, bizda u emas. Mana hammasi metr rulonlar turibdi. Bunimiz bor ukajonim. Mana unimiz bor. Eng kamida 4 xil setidan bor. Bitta modelimi 4 xil setidan bor. Nima yangilik ham 3-4 xil, eng kami 4 xil keladi. Asarni eng xadavoy rangi keladi. Ketmaydigan rangi bo'lmaydi uka. Mana bunimiz bor ukajonim. Keyin mana unimiz bor ukajonim. Bunimiz bor. Endi men bular narxini aytib ketadigan bo'lsam, qarang. 65 mingdan boshlanadi setka pardalarimiz. Bunisi 65 ming so'm. Bu setka pardamiz bor 85 ming so'm ukajonim. Bu setka pardamiz bor 45 ming so'm ukam. Bu setka pardamiz bor, bunisi 100 ming so'm, bunisi 130 ming so'm ukam. Endi mana bunisi bor. Bu ham neobishniy, hozirgi eng trendda bo'layotgan. Xo'p, bunimiz metri 105 ming so'm ukajonim. Endi bu setkamiz bor mana ukajonim. Bu setkamiz 130 ming so'm ukam. Keyin mana bu setkamiz bor 125 ming so'm ukajonim. Bu setkamiz bor mana. Xo'p, bu ham 150 ming so'm. Endi yana bitta narsani tushuntirib ketaman. Bozorlarda, boshqa joylarda bularning paddelkalari ham bor. Endi mavjud keladi-da bizda bunimiz sizda qimmat ekan deyishlari mumkin, lekin hammasini bu shipkalari, arqonlari grammaj og'irroq, qalin, sifati yaxshi tuyuladi. Setkalari. Nimaga siz borda, bozorda ko'pchilik keladi-da, sizda qimmat ekan. Yo'q, bizda qimmat bu, bizda sifatli narsa bor. Shuni hisobiga puliga yarasha hamma tovarlar. Eng premium kassali pardalar ham aynan chetdan topishar ekan. Albatta. Endi qarang ukajonim, mana sizga shu pardalarimizga mos tullarimiz ham bor-da ukajonim, mana. Kompleks bo'ladi. Shularga qarang, mana bular ham eng hadavoy tullarimiz ham 3 xil, eng kami 3 xil. Qarang mana, hammasi hadavoy setlar. Eng qizig'i, bizda bitta muammo bor. Hozir uylarimiz bo'ylari baland, bu pardamiz to'g'ri kelmayapti videolarga. Bularning metrining bo'yi 3.30. Bo'yi 3.30. Bemalol yetadi. Teraska, zallarga ishlatsalar ham bo'ladi. Mana bu pardalarimiz bor, mana bu ryumkasi bor mana. Ryumkasi nihoyatda ko'p ekan. Bu assortimenti bor. Mana bundan tashqari mana ko'rsalar ham bo'laveradi. Mana high-tech uslub deysizlar, manaqa deysizlar, mana assortimentlari Vibra o'ta ko'p. Mana bunaqa tullarim kelgan, yangilik kecha keldi. Yangi yilda mana eng kamida mana ukajon ko'ring. Bu bir xil sveti ukam. Bu bir xil sveti, yana bir xil sveti, yana bir xil sveti, yana bir xil sveti. Eng kamida 5 xil svet. Hammasini ranglari eng hadavoy ranglarda. Misol ko'rsalar ham bo'laveradi. Eng hadavoy ranglarda. Bularni ham ko'rsalar ham bo'ladi mana. Bizda mana misol mana bu mana tullarimiz ham o'ta chiroyli ketayotgan high-tech uslubdagi tullarimiz. Qarangda ukajonim mana. Nihoyatda chiroyli ekanda bular ham. O'ta chiroyli narsa. Eng qizig'i sifati, setkasi yaxshi. Ertaga parda tiktirganingizda setkasi tashlamaydi, boshqa narsa bo'lmaydi, sifati yaxshi. Uning bo'lib ketib qolmasa. Yo'q, umuman. Keyin mana uni ham ko'ringda, bu ham o'ta chiroyli narsa mana. Bular ham yangilik hamma endi. Ha, bular ham yangilik, chiroyli narsa, yevropeyskiy stilli narsa. Bu ham chiroyli chiqyapti hozir uka. Endi men sizga bitta narsa ko'rsataman. Mana bunaqa setkalarimiz bor. Hozir Amerikanka degan karsajimizga tikiladi. Yuvib ilishi udobniy bo'ladi. Qani mana yig'ish ko'ryapsiz-da bunaqa mana. Ko'ring, yig'ishtirilganda sifati ham qarang, turishini qarang uka. Asosiysi bor ekanda. Asosiysi buzilib netmaydi, boshqa narsa bo'lmaydi. Eng qizig'i budjetniy variant bo'ladi. Mana bularni mana tullarimizni ham ko'ringlar-ku mana. Qarang, mana bunaqa setkalarimiz bor. Bu hollarga, misol, besetkalarga, oshxonalarga ko'p anaqalarga qilsalar ham bo'ladi. Hozirgi high-tech remontlarga nihoyatda zo'r tushgan narsa ekan. Bir qavat o'zini turetskiy mana. Qarang mana. Eng qizig'i karsajlarning yurishini ham ko'ring-da, ukajonim, mana qarang.
oson ochib, oson yig'ishtir. Ko'p mijozlarimiz bizda bitta muammo nima desa, pardamiz tushib ketib qolyapti, pardamiz uncha yurmayapti degan muammolar ko'p bo'ladi. Shu muammolarga yechim shunaqa karsajdan qildirsalar. Bunaqa holat bo'lmaydi. Amerika karsajdan qildirsalar, mana hech de bunaqa holat bo'lmaydi. Oson ochib, oson yopasizlar mana. Bularda har xil narsa bor. Qarang mana. Eng qizig'i bu tullarimiz ham akkuratniy chiqadi. Qarang, sifatini qarangiz. Yo, ozgina materialdan chiroyli bo'lib bitar. Akkuratniy zo'r bo'lib bitadi. Patolochniga keyin eng qizig'i budjetniy variant. Misol, oddiy patolochni karnizga shunaqa qildirsan ham bo'ladi. Ko'pchilik aytadiki, bu karnizi qimmat u, anaqalar qimmat. Yo'q, bu qimmat emas, bu arzon tushadi bu. Ko'pchilik misol mijozlarimiz anaqa tushunmasligi mumkin, lekin bu budjetniy variant. Chevarlarimizga ham eng qizig'i oson bu tikilishi. Ko'pchilik aytadi, yo'q, bu qiyin bo'lsa kerak. Yo'q, oddiy karsiz bantovkadan ko'ra bu osonroq. Ko'p chevarlarga shuni tavsiya qilamiz. Oxirgi modda ham mijoz uchun qulay, ham chevar uchun qulay. Ikki tomonlama udobniyroq bo'ladi, ukajonim. Endi mana bunaqa tullarimiz ham bor, ko'ring. Ukan mana. Bu narsa chiroyli. Yangiliklar ekanda hammasi. Bu ham boshqacha narsa chiqadi, ukajonim. Do'konda assortiment ko'pligidan keling, ukajonim yana ko'rsataman sizga. Qarang. Blackout degan materialimiz bor, uka. Hozir bu ham rosa trendga chiqqan. Bu ukam do'storonniy bo'ladi, ham bag'i boshqacha rang bo'ladi. Bag'i boshqacha rang bo'ladi, ukam. Ha, ikki tomon ishlasa ham bo'ladi. Albatta. Xolasangiz bu tomonni qilib olasiz, xolasangiz bu tomonni qilasiz. Hali bilsiz, sportfellar chiqadi. Ag'ini ham kiysangiz bo'ladi, bag'ini ham kiysangiz bo'ladi. Buni ham ag'ini ham tutsangiz bo'ladi, bag'ini ham tutsangiz bo'ladi, ukajonim. Ha, bitta pardan zerikib olmas ekan. Yo'q, mana qarangda, ukam. Keyin mana bu zo'r narsa. Keyin atvorotli fasonlarimiz bor, o'z chevarlar biladi. O'shanaqalar ham juda zo'r chiqadi. O'zi fasonimiz bor. O'shanaqalarga kelgan material, high-techga, shunaqa modellarga qilsalar ham mana har xil, mana qarang, orqasi boshqa, bu boshqa, ukajonim. Mana. Bularni ham uka assortiment bezaklar ham bormi endi aka? Ha, bunga o'ta high-tech assortiment bezaklarimiz o'ta ko'p. Mana bular ko'rib oling, ukajonim. Ha, men videoda ko'rsatib o'tib ketaveraman, bezaklardan ko'rsatsak bo'ladi. Keyin yana bitta zo'r anaqamiz, ko'pchilik keladi-da, pardani zo'r yoqtirib, oshxonamizga parda topolmayapmiz, qiynalyapmiz, unaqalar desa, bizga yechim bor bunga. Mana keling. Bunaqa gifyurli oshxonaga pardamiz bor. Bunaqa assortiment ancha-muncha joyda yo'q, lekin qarang. Mana gifyur, oshxona uchun mana qarang. Maxsus buni qarang, gifyurlarni qarang mana. O'ta chiroyli narsalar mana hammasi. Hali eng qizig'i, yuvganda, netganda yog' ushamaydi, boshqa narsa qilmaydi. Yuvsiz yana ochilaveradigan tullar mana. Bularni ham qarang, assortimentlarni ukajonim mana. Ko'ring. Keyin eng qizig'i bunaqa ikkita tomonida bunaqa o'zi chevarlarimizga anaqa qilsangiz, ko'rishsa bilishadi. Ikki tomonida ham guli bor hammasini. Ukajonim mana bu yerda assortimentlarni ko'rsalar bo'laveradi mana. Har xillari bor, ukajonim. Bular eng qizig'i oshxonalarga qilsangiz zo'r chiqadi. Ularga yechim. Xo'p, endi undan tashqari keling, uka, mana baqa. Bularni ham keyin aytib mana rulollari bor, hali yo'q narsa ekan. Ilib qo'yib mana. Necha metr bo'lsa bor. Bor, ruloni bor. Endi keyin bizda etakli tullarimiz bor. Assortimentdan ko'rsalar ham bo'laveradi. Menimcha bozorda bunaqa, Farg'onada bunaqa assortimentli etakli tul yo'q, uka. Mana misol bunaqa tullarimizni ko'ring-da, ukajonim, qarang. Boshqacha narsa tullarimiz menimcha hech qayerda yo'q bo'lsa kerak. O'ta chiroyli chiqqan ekan-da ular. Bular o'ta go'zal narsalarimiz, ukajonim. Xo'p, bularimiz bor, mana bunaqa etakli tullarimiz bor. Bular assortimentlarni ko'rsalar ham bo'ladi. Keyin bir xil joylarda borsalaring, bir xil, ikki xil svetni olib kelib beradi. Bizda shuni 4 xil ranglari bor. Qarang, ukam. Ranglarni o'ta go'zalligi. Eng chiroyli mahsulotlar tanlab olib kelinar ekan. Albatta, ukajonim. Mana undan tashqari bu tulimizni ko'ring-da, ukam. Tulni ko'ring, boshqacha narsa-da bu, ukam. Afshi bo'ladi. Bu kelin qizlarimizga qildirsalar, vaqti zo'r chiqadi. Keyin mana bunaqa tullarimiz ham bor mana. Eng qizig'i, bularimiz narxi ham budjetli narxda. Bularimiz narxi 75 ming so'm. Bular keyin sifati yaxshi tullarimiz, ukajonim. Keyin bu bo'ylari 360, 350 chiqadigan tullarimiz. Ha, baland bo'y chiqargan. O'ta baland. Mana bunaqalarimiz bor, 69 ming so'mdan, ukajonim. Bularni bo'yi 340 gacha chiqadi. Eng sifatli pardalar ham arzon chiqarganda, shu korxona narxi shuning uchun korxona narxi deganda. Albatta, ukajonim, bizda aldab qo'yish yo'q. Keladida, ko'radida. Mana misol kelyapti mijoz, o'zi bu aslida 60 minglik narsa bo'lsa, men mijozga yoqib qoladigan bo'lsa 100 ming deya olmayman, 90 ming deya olmayman. Mana bu yerda o'zi bemalol ko'rib, mana hamma tovarimizni narxlarini ko'rsalar bo'ladi. Narx aytmagan taqdirda ham o'zi bilib olsa bo'ladi. Mana bu kelib turib, mana bu tovarimizni hammasini. Hamma tovarda bormi shu narxlar? Hamma kerak bo'lsa pardani mayda chudasida ham bor, uka. Nech pulligacha hammasi. O'shaning uchun biz qimmat narx ayta olmaymiz. Korxona o'zidan chiqarib qo'ygan, ukajon. Keyin bu fasonimizni ham ko'ring, mana bunaqa gulli partellarimiz ham bor, ukajonim. Mana qarang. Bu ham mehmonxonalarga o'ta chiroyli chiqadi, uka. Mana bu yerda assortimentlarni ko'ring-da, ukajonim. Rangli parda so'raganlar uchun rangli gulli eng oxirgi modellarimiz. Buni olib turaydi hozir, uka. Kecha sakasi ko'payib ketib, baqa olib berdik. Xo'p.
Mana ukam, ko'ringchi bag'daylarni. Mana. Xo'p. Zarlari bilan nihoyatda Ha, chiroyli bular to'g'lanib o'ta chiroyli narsa, mehmonxonalarga qilsak, o'ta go'zal chiqadi ukajonim. Keyin metri ham ko'p ketmaydi bular. Yo'q, bular ko'p ketmaydi. Bular xullas fasonga, ikki yonda fasonga chiqadilar, chiroyli bular. Sizga bitta narsa ko'rsatyapman. Yangilik narsamiz kelgan Turkiyadan. Keling ukajon, ko'rsatib ketay. Buni ko'ring-da ukam. Qarang. Mana bu narsamiz yangilik keldi. Bozor bo'ylab yo'q, o'zi Farg'ona bo'ylab bu. Toshkentda ham yo'q bo'ladi. Javob bermaysiz. Bu o'zimiz zakasini olib keltirganmiz Turkiyadan. Bu partiyamiz o'ta chiroyli chiqadigan, keyin hali HB materiallarga o'xshagan. Keling, mana rasvetkasini ko'rsatib ketaman ukajonim. Xo'p, yangilik hech qayerda yo'q lekin. Qarang. Buni ham har xil bor. Ha, buni ham ukam eng hadavoy ranglardan keyin bo'laqcha ranglardan qarang, gullarini qarang, ukajonim, buni qarang. Endi yana bitta narsani aytib beraylik sizga. Bittasi keladi-da, ana bu pardasi to'kilib ketadi-da, u bo'ladi diganlari uchun. Mana orqa tarafga ishga to'qilgan ukajon. Ha, to'qilgan. Ustiga yopishtirib kelganda o'yladim men. Ha, o'shanaqa deyshadi-da ko'pchilik. Mana negativchilar bor, negativchilar keladi-da, buni o'zim ne qilib qo'ygan xolos. Yo'q, bular hammasi misol orqasi stanoyda to'qilgan bular ukajonim mana. Endi buni yana bitta tomoni bor. Keladi bitta mijozlarimiz, buni biz zalimizga qila olmayapmiz, bo'yi kalta. Yo'q, bizda bu pardamiz bo'yi 3.30 chiqyapti. Ha, 3.30. Balandligi baland. Keyin mana bu narsamiz ham Niyabishning yangilik kelgan. Ko'ringda ukajonim. Buni o'zi Chevar opalarimiz bittada ko'rishdayapti, materialini, kassachasini bilishadi o'zi qarang, chiroyli narsaligini. Endi bu pardalarimiz ham bor. Bu hozir hammada bo'lib ketdi bu pardamiz ham. Bizda ham bor shu pardalarimiz ham qarang. Bu ham chiroyli ekanligi. Bu ham o'ta chiroyli narsa. Trendga chiqdi bu pardamiz ham. Keyin mana однотонный partiyalarimizni ko'ringda ukajonim. Mana bular ko'rsatmay ketibdi. Yangichalar ekanda. Bularga tushiring tullarim bor, yuring. Однотонныйлari ham zo'rlaridan kelgan ukajonim, ko'rsataman. Kelavering ukam. Endi xafa olmaysiz ukam, aytlar kecha odam ko'payib ketib qoldi. Ertagalikka tayyor qilib qo'yasizlar, lekin. Однотонныйni vibrlarni ham bitta ko'rib oling-chi ukajonim. Qarang, assortimentini oxirigacha keling-da ukam mana. Ho'ta chiroyli ko'paygan. Ha, mana uka, menimcha Farg'onada yo'q bunaqa assortiment. O'z do'konim eng katta do'kon shekilli bo'lsa, videoda ham o'zi tugamayapti. Bahabatligini qarang uka. Mana однотонный tiktirib bergan tulimizni ko'ring-chi, bitta baho bering-chi ukajonim. Ha, hozir ko'rsatgan ekan, portretingizga tulni moslab. Endi qarang, orqasi ko'rinyaptimi ukam? Ko'rinmayapti. Nimaga bu ko'rinmayapti? Bu qalin tulimizda bitta o'zini qilsa ham bo'ladida. Zashni ham kerak bo'lmaydi. Yo'q, qarang mana uka, qarang. Ko'rinmayapti, mana qarang. Qalin tulda bunaqalarda rasvetkalari kelgan. Eng qizig'i, bu narxi necha pul deyishingiz mumkin. Bu qimmat, yo'q, qimmat emas, bu arzon. Keling, men ko'rsataman uka. Mana. Buni ko'ring-chi ukajonim. Qarang. Bunaqasi bor ukam. Olibdi. Bitta qavat o'zini qiladi. Narxi 81 ming so'm. 81 ming so'm. Eng sifatli pardalar ham 100 ming so'mga bormayapti o'zi. Yo'q, uka, bormayapti. Hozir narxlar o'ta arzon uka. Bemalol kelaveradi. Mijozlarimizga narxi. Qarang, eng qizig'i bunisi bor uka. Bunisi undan ham arzon. Qarang, bunisi 71 ming so'm uka. Narxini qarang, eng qizig'i buni bo'yi necha deng? Necha deng? 3,5 metr bo'yi uka. 3,5 metrlik parda. Hozir unaqa parda yo'q, kam. Qarang, ham narxi arzon, ham enli. Hamma joyga bemalol qilsangiz bo'laveradi ukajon. Endi qarang, assortimentlarni ukajonim. Mana bunaqa tullarni qarang, chiroyliligini qarang ukam. Mana bunaqa assortimentlar qayerda bor uka? Mana faqat Fargizda bor-da, mana qarang. Buni qarang. Bu narxi necha pul deng buni? Necha pul deng uka? Necha pul aka? 50 ming so'm xolos uka. Eng premiumlari ham shunaqa arzon bo'lsa mana bu keyin qizig'ida, bu arzon sifatsiz chitaladi. Yo'q, mana og'irligini qarang, grammajini qarang, og'irligini ukam, og'irligini. Mana chevarlar chiroyli kelib qoldi, narxini qimmat sotib olish yo'q, unaqa yo'q. Bizda unaqa narsa yo'q uka. Bemalol chevar kelib turib, ne ko'rib turib baho bersa bo'ladi. Biz o'zimiz narx chiqarmaymiz. Bizda hamma yo'q, korxona narxida. Korxona narximiz insofli qilib narxlarni ko'rib mana uka. Bu pardamiz necha pul? Sifati arzon. Anaqasi qarang, 56 ming so'm xolos uka. Qarang uka, sifatini qarang, mana chiroyli narsa uka. Mana undan tashqari mana tullarimizni ko'ring-da, assortimentini ukajonim. Vibr Vashe ko'p. O'ta bomba ekanda, yubra o'zi. Endi men sizga Farg'onada bo'ylab umuman yo'q assortiment bezak ko'rsataman. Vodiyda ham bo'laveradi. Vodiyda ham ko'ramiz uka mana. Ha, bezaklarga kelibsiz endi. Assortiment bezaklarga. Jichchani to'g'risigacha endi to'g'irlayapmiz. Bardalik uchun nima qilmaysizlar? Mana qarang uka, bu Abxat degan pardamiz. Bunaqa assortimentli Abxat hech qayerda yo'q uka. Ko'rsangiz bo'laveradi. Men sizga narxlar bilan tanishtiraman uka. Menimcha narx bo'yicha ham vizit tashaveramiz. Bu hammasi 42 ming so'm. Mana shu yerda hammasi. Mana shu yergacha. Bu tilosi yurtilganmi o'ylab biz. Hamma o'ylab. 42 ming so'm. Eng qizig'i, mana banulari bor 36 ming so'm. Assortiment narx. Bunisi bor ukajonim 41 ming so'm.
41 ming so'm. Eshitib oling, 41 ming so'm. Endi manaqalari kelgan yangilik, o shishaliklar qarang. Qo'lim ko'rinyapti-ku, qo'lim. Mana ularni ko'ring, mana ularni ko'ring. Bu yerda bunaqa patliklari ham bor, ko'zonim ko'ring-da, ichida pata bor uka, qarang. Ko'ryapsizmi uka? Mun qarang. Yangi dizaynlar ekanda. Bular narxi nechi pul deng uka? Bundan ham arzon-da uka, mana bu 40 ming so'm. Bitta donasi 40 ming so'm. Bemalol qarang. Eng qizig'i buni olishsa, endi bular o'zi chevarlar biladi. Endi tushuntirib o'tamiz. Biz bitta chevar ko'rmaydi, mijozlar ham ko'radi-da. Shunaqa. Buni vazifasi mana bunaqa belvoq olishmaydi. Bunaqa belvoq bilan bunaqa dirajatli olinadi. Bu o'chosini bitta qilingan varianti shu bo'ladi. Parda shunga qistirib qo'yaveradi. Endi keling, qana ilinganini ko'rsataman sizga. Kelib turingda, ko'zonim mana qarang. Mana. Hozir ham qoziq qoqishmaydi, parda arqon yetmaydi. Bitta o'zi qilingan varianti mana shunaqa bo'ladi, ko'zonim. Bu ekonom variant bilan ham narxi budjetniy bo'ladi. Mana V1 assortimenti bor. Endi bu bitta variantga, bularni qarang ukam, klassikaga bor, high-techga bor, mana bunaqalari ham kelgan yangiliklar. Ko'rinishi aynan hammada bor narsa emas ekan, chiroyli yangicha. O'ta go'zal chiqadi, chiroyli chiqadi uka. Bu bitta variant. Endi qarang ukam, belvoqlari, neobishniklari bormi deganlarga mana ko'ring ukam. Mana qarang, tevalarni oling-da ukam mana. Eng qizig'i bizda hozir komplektlarni moda bo'lgan, mana qarang. Komplekt belvoqlarimiz kelgan. O'zini belvog'i dirajatli o'zi bilan. Ha, komplekt bo'ladi. Komplekt bo'ladi hammasi. Eng qizig'i bularni ham assortimentlarini ko'ring, jonim uka. Assortimentlarni mana ba'zi belvoqlarimizni ko'ring-da uka mana. Yangiliklar mana buni ko'rsizlar uka, mana qarang. Eng qizig'i iplari turkiy iplardan to'qilgan. Mana qarang, olibda titilmaydi, etmaydi. Bularni ko'ring-da jonim, men qarang. Olibdi, mana ularni ko'ring assortimentini uka, mana bunaqalarda hali qarang, high-tech, klassika, har xil deyiladi bu qarang. Ha, variantlari ko'payganda. Chevarlar bu bunaqa bizda assortiment borligini ancha-muncha bilmaydi. Kelsa biladi-da, albatta. Biz o'zimiz mana misol mashina qilib video olib ko'ringlar, misol V1 borligini ko'pchilik qiynalyapti-da. Nimaga qiynalyapti siz? Bunaqa karsajlar topolmayotgan chevarlarimiz bor ekan. Hamma narsani har joydan yig'ishtirib yuriladi. Bizda bitta joyda. Bizda bitta joyda. Eng qizig'i qarang. Karsajimizni buni qarang. Bunaqa karsaj bormikan? O'zim ham topolmadim. Ukam Toshkentdan zo'g'aratda bitta joydan topdim. Buni ham biz zakasga keldi. Qarang ukam. Qarang. Necha santimetr deng ukam? 18 santimetr uka. Mana shunaqa karsajlar bor uka. Bizni chevarlar bilmaydi lekin bunaqa karsaj borligini. Bunaqalar karsajlarimiz turlari bor uka. Qarang mana. Har xil karsajlarimiz bor. Bularni ham ko'pchilik biz endi mana qarang. Bunaqa karsajlarimiz bor mana. Buni qarang. Amerikaniki degan karsaj chiqqan, moda bo'lgan. Hozir bu karsajimiz 3 xili bor uka. Buni qulayligi bor. Chevarlar uchun tushuntirib ketaylik. Bu karsajimiz urishni baland past qiladigan. Chevarlar misol uyga borganda pardamiz kalta kelib qopti, u pop deganlarga uzaytirsa, kaltaratsa bo'ladigan karsajimiz mana. Bunaqa borligini biz ancha-munchasi bilmaydi uka. Shunaqa turlarimiz bor, xudo xolasa. Endi keyin uka mana bunaqa narsalarimiz bor, popiylarimiz. Bozorda yo'q popiylar. Bunni Vodiy Farg'onada ham o'ta yo'q. Vizit tashlayveramiz. Ko'pchilik aytamiz, buni qarang, assortimentini uka, jonim, buni qarang. Turgan holatda ko'paygan. Assortimenti o'ta ko'p uka, mana. Ko'ringda mana. Har xillari bor uka. Mana buni qarang, mana buni qarang, mana. Yangi kelgan mana. Buni ham qarang uka, mana bu yerda 3 xil kelgan, qarang. Bitta rangi kelgan, mana. Bulardan hali bozorimizga hali yetib kelmagan. Svetlarni ko'ring, svetlarni uka, buni qarang, svetlarni. Afshi chiroyli. O'ta chiroyli chiqqan. O'ta chiroyli narsa. Bularning assortimenti o'ta ko'p. Endi ukam, xo'p, bizda popiylar kelyapti, uka, popiylar ko'rsinlar uka, mana. Bu yerda ochilmagan yubilari ham bor o'zi. Uka, mana qarang. Bizda ko'pchilik buni abrasiz qilib qo'yganda endi bunaqa qiladi. Yo'q, mana ichini ko'ring uka, mana. Har bittasining metri bor. Har bittasini bor, pachkalari bor. Uka, mana. Bizda ham qarang, mana. Buni ham ko'rsatay, mana uka. Qarang, mana hammasiniki bor assortiment uka. Hammasini V1lar, eng qizig'i uka, mana. Bularning ichida ham bor uka, mana bularning ichida ham bor, mana uka. Hammasini ichida uka. Hammasi to'lgan. Mana ko'ring uka, mana keling ko'ring uka, mana qarang. V1 bor. Bir xilga aytadi-da, o'zi yo'q narsa, o'zicha anaqa qilib qo'ygan. Yo'q, do'kon to'ldirishga olib kelib qo'ygan. Unaqa narsa. Yo'q, bizda har bitta tovarda V1lari, misol mana, ularni ham ko'ring uka, mana makaronlar, amonlarimiz ham har xil assortimentisi bor uka, jonim. Buni ancha-muncha joyda bunaqa V1, bunaqa assortiment yo'q. Mabodo bizdan so'rashlari mumkin. Bizga o'zimiz material mosladik, bezayimiz kerak, rang topolmayapmiz, popiy topolmayapmiz deganlarga bizga zakaz qilsa, biz o'zimiz olib keltirib ham beraveramiz misol. Ha, mosdan berilaveradi. Ma'lumot ham beriladi. Eng qizig'i mana bunaqa o'rtali belg'alarimiz ham bo'lgan. Hozir moda bo'lyapti. Ko'ring assortimentini uka. Mana o'zingiz uchun bilavering, mana videoda o'zlar ko'rishsa, mana bozorda, Farg'ona vodiysida bunaqa assortiment yo'q mana. Keling. Ha, mana keling uka, mana uni ham ko'ring-da uka, mana. Bu yerda ham bizda V1larni mana qarang uka.
olibtalardan kelgan uka. Chiroylilardan kelgan. Bularda qarang, qurutga o'xshaydi uka, buni qarang. Yeb Hozir begilaringiz chiroyli. kelib ketadi uka, buni qarang. Chiroylilardan bor ekan. Bu ham eng osat. Endi yana bizda bitta narsamiz bor uka jonim. Keling uka. Xo'p uka, bizda bunaqa lentalarimiz bor. Haqiqatdan bu lekin bunaqa assortiment faqat bizda, to'g'rimi? Javob. Bizda buni assortimenti, ancha-muncha chevar ham o'zi biladi buni o'zi. Bizda Viber borligini, Fargizda o'zi bitta bunaqa assortiment qarang uka. Bunaqa lenta, turetskiy lentalarimizda uka. Assortimenti o'ta ko'p uka. Bir 60 xili bor uka, 60 xili. Undan tashqari bunaqa yangiliklari ham kelib turibdi, kuniga kelyapti yangilik uka. Qarang, bunaqa komplekt bor. Buni ham hali menimcha bizda ancha-munchasi borligini bilmaydi. Ko'ring uka, mana shu ham chiroyli narsa. Qarang, komplekt. Bu qalinga qo'yiladi, bu tulga qo'yiladi uka jonim. Ko'pchilik so'rash mumkin, nimaga qo'yiladi, qanaqa qo'yiladi? Har xil U variantlar. xuddi shunaqa. Keyin mana bunaqalar bor-da uka, qarang. Tabiiyga o'xshaydi uka, qarang. Hozir ko'rsatayotgan parterlaringizga mos narsalar ekanda bular. Lentalar, lent hozir eng trendga chiqqan uka jonim. Bunaqasi ham kelgan, buni ham ko'rsatiladi uka. Qo'l mehnatiga o'xshaydi, qarang. Buni qarang uka. Uyda qo'lda tutib kelyaptilarmi bular aka? Ukam endi tabiiysi keyin mana bunlardan bor uka jonim, qarang. Mana bu ham вообще необычный narsalar uka. Ancha-muncha joyda bularni assortimenti, bularni vibri yo'q uka. Mana qarang. Acha Yevropalarni siksa ham boshqacha bo'lib Ha, chiqargan. bu o'zi chevarlar bitta ko'rsa ham shu kelaveradi uka. Yana bitta narsa bizda karniz ham bor. Mana kelaveradi uka. So'rashlar mumkin. Mana bizda karnizlarning assortimentlari xili bor uka. Ko'rsalar bo'laveradi. Eng Bemalol qizig'i kelishsa bo'laveradi. narxini so'rang uka. Mana narxlarini ko'ring. Mana narxlar har bittasi narx yozilgan uka. Mana qarang. Ustiga hech qaysiga qo'ymaymiz. Mana hammasi narx yozilgan. Bizda bitta plyus tomonimiz bor, mijozlar uchun uka. Men sizga aytib ketay. Mana mijozlar keladi, bozorga kirsangiz uka, "Mo'tavar nech pul, mo'tavar nech pul, mo nech pul" deb so'rashaveradi. Bizda so'ramaysizlar. Ha, o'zi ko'rib olaveradi. Mana ko'ra kelasiz. Ko'pchilik hijolat ham bo'ladi, o'zim ham shunaqa hijolat bo'laman. Xuddi shunaqa narsa bo'ladi-da. Mo'sos hozir nima deyki, olmasam nima bo'larkin degan. Bizda yo'q. Biz kelishsin, o'zlari kelib tovarlarning narxlarini ko'rib, xolasalar rasmga olib surishtirib ham kelishaversin. Bemalol bizda unaqa yo'q. Yo'q, cheklov yo'q. Bir xil joylarga kirsalar rasmga olish mumkin emas deydi. Unaqa qilish mumkin emas, bunaqa qilish mumkin. Bizda yo'q, bemalol. Xola fasonda olsin, xola materialda olsin, xola aksessuarda olsin, xola karnizda olsin, bemalol. Misol bizda cheklov degan narsa yo'q. Ko'rib, solishtirib olishlar mumkin bo'lar ekan. Bemalol uka. Mana ko'ryapsiz, assortiment ko'rsatdi uka. Endi shu faqat kelib sotib olsa bo'ldi. Bo'ldi, boshqa narsa. Xudo xolasa, ana kam gapirgan Hasanbek har doim shu yerda bo'ladilar. Bemalol kelsalar ham ular pastda do'kon nomerlarini ham qoldirib qo'yamiz. Har doim xizmatda bo'lishadi. Dushanba kuni ham ishlaysizlar, xudo xolasa. Uka dam yo'q uka. Bir oyda 30 kun emas, 31 kun ishlanar ekan. 32 kun, jon aka. Sog' bo'lasizlar, xudo xolasa pastda raqamlarni ham qoldirib qo'yamiz. Shunaqa keng assortimentdagi pardalarni adolatli korxona narxlarida olsalar ham bo'lar ekan. Ko'ringlar, nihoyatda keng assortimentdagi pardalar har bittasi narxlar bilan ko'rsatib, xudo xolasa barchalarini do'konlarimizga kutib olamiz.